Nechinchi sinfda o'qiysiz? 11. TikTokda nima qilyapsiz 11-sinf qiz? Ha? Değil. Nima qilyapsiz oddiy? 11-sinf qiz. Qayerdansiz? Bugungi o'z shunchaki kirgandim. Qayerdansiz? Samarqand. Kimlarning avlodidansiz? Amir Temur avlodidirmi? Amir Temur Qashqadaryolik-ku. O'ynaymizmi Batir? Men bilanmi? Hı? Nimadan o'ynaymiz? Qo'l ko'tarishdan. Qo'l ko'tarishdan? Men qo'l ko'tarib turaman bunday qilib. Ha, ko'tartiramiz biz. Menimi? Ha? Men qo'l ko'tarib turaman bunday. Aynan siz ko'tarasiz qo'lda hozir. Umrimda biror marta hech kim meni qo'limda ko'tartirib qo'ymagan. Yaxshi qiz. Bir kaga ko'tarishdim. Adashib kelib qolmadingizmi siz? Adashib kelib qolmadingizmi? Yo'q, yo'lim topdim. Adashib qoldingiz-ku. Men oldin peshonangiz shunaqa isitmaysizmi? Yo'q, siz kimsiz? Men sizni tanimayman. Tanimas, endi taniysiz bosing. Endi taniysiz, tanib olasiz hozir bosing. Mana bosgandan taniysiz o'zi, qarab turing. Qarab turing, burchakka qarab turing. Bosgandan shunday burchakka qarab turing bo'ldi hozir. Hozir tanib qolasiz mana birdan. Buni qara. Buni qara. Buni qara. Buni qara. Endi taniyapsizmi? Qo'lingizni ko'taring. Qo'lingizni ko'taring, yaxshi qiz, qo'lingizni ko'taring. Qo'lingizni ko'taring osmonga. Osmonlarga uchamiz hozir siz bilan. Qo'lingizni ko'taring. Qo'llaringizni ko'taring. Terlik avvalo ko'tartiramiz sizni. Voy. Siz cho'ta yer sayyorasidamisiz? Yerdanmisiz? Yerlikmisiz? Ha? Siz yerli bo'lsangiz faqat yerda Yer, Mars, Yupiter, Saturn bor deb o'ylaysizmi? Yaxshi qiz, men askarlik tushunyapsizmi? Men Odinning o'g'li Torman. Men Odinning o'g'li Torman. Marsdagilar yo'q-ku. Ha? Ham bitta qo'sh. Men Odinning o'g'liman, Torman. Yo'q, Marsdagilar yo'q. Bir qoshli Torman, bir qoshli. Torda bitta ko'zi bo'lmaydi-ku, meni qoshim yo'q. Torda bitta ko'zi yo'q, meni qoshim yo'q. Qoshingizga nima? Yo'q, bitta qoshli odamman. Qosh yer sayyorasiga mehmonga tushayotgan paytim vaqt portalida bitta qoshim kesilib ketdi. Vaqt portalida yo'qotib qo'ydim qoshimni. Yerga tushish oson bo'lmadi. Yerga tushish oson bo'lmadi. Vaqt portalida olib qo'yishdi bitta qoshimni. o'n birinchi sinf qizga ota-onasi ruxsat beranmi mana shunday efirga chiqib o'tirgan? Men efirga chiqib yomon narsa qilib o'tiribmanmi? Endi baribir-da, bu yoqda har xil insonlar bor. 11 sinf emas, birdan 20 sinfga aylantirib qo'yayotgan insonlar bor. Hushyor bo'laverish kerak. Endi prosta do'stona maslahatda yoshlarga agar men 18 yoshimga, 17 yoshimga qaytib qolishda iloji bo'lganda men TikTokka kirmasdim qaytib.
o'zimdan kelib chiqib aytyapman endi. Biz ham ja aqlli inson emasmiz. Prosta aytyapmiz.